Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar va obunachilar. Biz bugun ko'rsatadigan videomiz, chiqazadigan videomiz o'smay qolgan, mana o'smay bo'g'ilib qolgan novdani o'stirish. Bu qanday? Bu e'tibor beramiz. Mana novda pastdan o'tgan yil payvand qilingan, salgina suv yetmaganligi, suv yetkazib kela olmaganimiz hisobiga bu o'smay qolgan joylarimiz bo'lgan, kamchiligimiz bo'lgan. O'shani endi biz nima qilib uyg'otishimiz kerak? E'tibor beramiz, past qismi bizga keragi yo'q. Qanaqa holatda tozalaymiz? Bizda bu tartib vazasimonda 4 ga 3 ekilgan. Bu hozir Surxondaryo viloyati, hayron qolishingiz mumkin. 30-mart hozirgi sanamiz 2025-yil. Bizda sal ertachiroq, ancha oldin boshqa viloyatlarga nisbatan issiqlik kuchli. Bizda 4 ta kerakli ona shox qoldirishimiz kerak. Biz endi buni nima qilamiz? 4 tadan pastini olib tashlaymiz. Bu juda ham tez rivojlanadi va mana bu olgan novdalarimizga ketgan sarfni bularga beradi. E'tibor bering, qanaqa holatda toza bo'ldi, qanaqa joydan chiqib ketadi. Endi mana bular o'suvchilarimiz o'z o'rnida qoldi. Endi bu yog'i mana keyingi ko'chatga o'tamiz. Keyingi ko'chatimiz ham xuddi shu holatda. Qarang qanaqa chiroyli o'syapti. Bizda mana bu kerak. Bu bor. Mana bu o'suvchilarimiz o'z o'rnida. Endi biz tag qismini tozalashimiz kerak. Bizda tag qism umuman keragi yo'q. Toza tursa novdamiz shunchalik chiroyli ko'taradi. Har qanday nima holatda ham yumshat bermay bularni olamiz mana bizda. Bizdagi mana 4 ta 5 ta. 5 tadan keyingisi shu bel chiqazgan novdani o'z o'rnida qo'yib olamiz. Endi har daraxt oldiga boramiz, ko'chatni oldiga boramiz, har xil o'sishda, har xil holatda bo'ladi. Faqat biz ishlashimiz kerak shunchalik kuchli holatda. Va nihoyat mana oradan 25 kun vaqt o'tdi. Bu 25 kun deganim 30-martga xuddi mana shu ko'chatchani 4 ta novda qoldirib abriska qilgandik. Zeleniy abriska qilgandik. O'smay turdi. Endi mana bu ikkinchisi o'sha ko'chatda. E'tibor bersangiz, hozirgi sanamiz 2025-yil 26 aprel. Mana qarang. Mana xomnovda bitta ko'rsatgan joyim bu kichkina kaltakcha edi. Endi qarang qanaqa bizga ko'tarib beradi. Yana bitta bundan buyog'idagi qiladigan ishimiz, mana bu bitta qoziqchani qoqib, mana buni ko'tarib qo'yishlik. Bo'ldi. Mana qarang. 25 kunda bizga nimani 25-26 kundan buga yo'q hali 25 kun. 25 kunda bizga nima yutug'i natijani berdi. Undan keyingisi eng oxirida kichkinacha novdachani ko'rsatdik. Mana o'sha holat. Qarang qanday ko'tarib beryapti. Videolarimiz boshida aytib o'tganimizdek, o'tgan yil qilingan payvandlar bular. Bu tomoni ko'tariladi, mana bu tomoni ko'tariladi. Bo'ldi. Keyingi endi hozir qo'rqmasdan qiladigan ishimiz mana aprel oyini 25-26 sanasida turibmiz. Uchini chinalab qo'ydik. Mana. Bizda birdan baland yetadi, ko'p emas. Yana bir oyda ichida xuddi shunaqa bizga xomnovda berib turadi. Yana bir yilda ko'taradi. Keyingi yilni ishini biz boshladik. Keyingi yilga tayyorgarlik. Mana bu ishni qilmasak, bundan keyingi o'suv, keyingi yilga bo'ladigan o'suv. Biz qanchalik tezlik bilan ishni qilaversak, shunchalik bizni daraxt mukofotlayveradi, shunchalik ishimiz ko'tarilib boraveradi, oldinda yurib boraveradi. Mana. Uchini chinalab qo'yamiz. Qachon 60 cm, 70 cm dan o'tdimi, uchini chinalavering. Tashqi kurtakka qo'yib. Ana o'shanda siz olg'a qadam qo'yasiz. Ko'chatingiz juda ham kuchli o'sishga, juda ham kuchli rivojlanishga boradi. Qarang. 1 2 3 4 5 ta. Bizda ko'payib ketdi. Tagidagi bor. Tagidagini olamiz. Keragi yo'q. 4 ta ona shoxni ko'tarib olsak,
vazasimonda bo'ladi. Vazasimonimiz mana bu holat bo'ladi. Vazasimonning kelajagi mana bu bo'ladi. Mana xuddi o'sha bitta poliyada mevalar taxlanishiga e'tibor beramiz. Ora ochiqligiga, xomnovda yo'q, o'z vaqtida zelenilar qilingan, mevalar dona-dona tartiblangan. Mana xohlaganingizga e'tibor beramiz. Bu Black Splendor bo'lib, silivamiz. Turetskiy Black Splendor e'tibor beramiz mana. Har qandayga o'z vaqtida terilgan mevalar dona-dona turishligi, bundan ortig'i keragi yo'q. Mana. Bizda vazasimonni kelajagi mana u bilan yakunlanadi. Bu Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana biz bugun chamanday ochilgan bog'larda, o'zimni bog'imda bu Olxo'ra ko'chati, Alexander. Endi mana qiyg'os ochilgan davrda ham ketib keldik. Novdalar taxlanishi. Gullar har biri o'z o'rnida, bir-biriga xalaqit berishligi yo'q. Bog'da kirsangiz, mana bunday gullagan davrda maza qilasiz. Hamma narsani, hamma ishni, qilgan ishlarda, charchoqlarda unutib olar ekansiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bog'bonlar. Mana va nihoyat biz shuncha mehnat, shuncha ishlardan keyin biroq kesilishi, dorilar, mana suv, oziqalar, hammasini qilib bo'lgandan keyin va nihoyat biz hosil davriga yetib keldik. Hosil terim davriga. Xudoning bergan ne'mati, e'tibor bering. Mana bizdagi hozir mevani bo'lishi, qanaqa holatda shakli, qanaqa holatda yetilishi, shuncha bular hammasi nimani hisobiga? Bular hammasi o'z vaqtida zeleniy obrazga, o'z vaqtida qilingan obrazkalar jarayoni, yozgi kesuvlar jarayonidan o'tgan holat. Mana bizdagi yutug'imiz nimalar bilan kelib chiqdi. Har gal aytib o'tamiz, novdaga kesilishi, har bir kesuvchi xom novdayu hosilxona bilan ishlashligi. Har bir bug'umda bir donadan qo'ysangiz, qanaqa holatda sifatli mahsulot olamiz. Ekspert talabiga javob beradigan, el-yurt dasturxonimizni to'ldiradigan sifatli mahsulotlar yetishtirib chiqarishga qanchalik mehnat qilsak, shunchalik Xudoning taolo mana berar ekan. E'tibor bering, mana nuqsoni, yara chaqasi, birorta bir nimasi yo'q. Bular hammasi terilgan, chiqinqa qilingan, qalinlikda olingan holati. Mana bitta bu bilan ish bitmaydi. Mana bu yoqda qarang, qanaqa holatda taxlanishi, mevani mahsulotning sifati. Agar buni termaganimizda bizda nima bo'lardi? Bizda mana bu jarayon kelib chiqadi. Sherda o'zida farqini qarang qanaqa. Mana tepadan uzib olib ko'rsatadigan bo'lsak, mana holatlarimiz. Mana mahsulotimizda yirikligi. Endi bu bizdagi qilinadigan ish faqat yana qaytarib o'taman, daraxt ochiqligi, daraxt erkinligi, novda erkinligi bizga qancha yutuqlarni beradi.